Pulini to'layman. Kim menga Misrdan mango olib kelib beradi? Qani ketdik ko'ramiz. Assalomu alaykum. Sizni Yigitdan hamma rasxodlaringizni ko'tarib beramiz. Menga mango olib kelib bera olasizmi? Yo'q, a? Rahmat. Ben doktorum. Xo'p. Ketaveraymi? Yo'q, iloji yo'q, a? Yo'q. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Aka, men sizni hamma rasxodlaringizni ko'tarib beraman. Menga Yigitdan mango olib kelib bera olasizmi? Yigitdan. Albatta. O'zingizdan mango ol. Yo, o'ylab ko'ring, Yigitdan hamma rasxodingizni ko'taraman. Faqat menga bir dona mango kerak. Olib kelib bera olasizmi? Hamma rasxod tashlab berasiz. Albatta. Bo'ldi, ketdik. Rosti bu narsaga boshida ishonmadim, lekin menda bir kunning ichida горячий tur bilan samolyotga bilet, gostinitsani hal qilib berishdi va men Sharm-el-Shayxga yo'l oldim. Va nihoyat kelib oldim. Gostinitsa juda ham zo'r ekan, menga yoqdi. Dengizni shundoqqina bo'yida, ya'ni birinchi liniya. Shunaqa qilib men Sharm-el-Shayxda aylanishni boshladim. Sharm-el-Shayxdagi eng mashhur restoran Farshaga bordim. Meni chet davlatga birinchi marta chiqishim rosti taassurotlar o'zgacha. Mana haqiqiy Misr mangosi. O'zbekistondan topsa ham bo'lardi. Bu nimaga aynan Misrdan olib kelishni so'radilar? Bu menga ham qiziq. Ular Egiptga mangosi. Eson-omon sayohatdan kelib olding. Endi mangoni egalariga topshiramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshi, mana haqiqiy Misr mangosi. Juda xursandman. Taassurotlar qalay o'tdi? Taassuroti dahshat. Rostdan Sharm-el-Shayx menga juda ham yoqdi, maza qildi. Xursandman. Mango bir bahona edi. Agar siz ham sayohat qilishni istasangiz, HLB Travel kompaniyamizga murojaat qiling. Unda sizga yordam beramiz.